Aka mollar ko'ravering. Mana baraka topadigan mollar, xudo xolasa. Bu hali 2 kurak bo'ldi bu g'unojinimiz. Chista chorni ko'sta sementaldan buqaga ketgan. Tutsa 15 tadan kam sut bermayman. Bachlarini qarang. Qanday chiroyli. Xudo xolasa necha kunlarda tug'adi? Endi kunidan 20 kun bor. Uzog'i? Uzog'i 20 kun bor. G'unojin mol. Bo'g'oz g'unojin so'ragan aka-ukalarimizga. Narxi nechi pul aka buni? Narxi aka 35 million so'm kami bor. Kelishtirib beramiz. Dastavkasichi? Dastavkasini ham bir nima qilamiz. Surxondaryoga tekin. Yo'q, Denovga bo'lsa tekin qilib beramiz. Qolgan viloyatlarga pullik. Qolgan viloyatlarga pullik. Viloyatlarga ham yetkazib beramiz mollarni. Xudo xolasa bunisi haqida ma'lumot bering aka. Bunisini bu yoqqa top, bunisini yoniga torting. Yoniga torting muxlislar bir ko'rib maza qilsin bir xalq buni. Bunisi ham 15 tadan kam sut bermaydi. Bunisi ham cho'na piyostira. Mana so'skalarini qarang. Aha, bunisi narxi qanday? Bunisini narxi ham shunday aka. Ikkovi bir xilda molda. Aha, telefon nomerlarini aytib yuboring. Telefon nomerlar 50lik 190 190 0075. 0075. Bitta joyga bitta qo'ygan. Qiziqqanlar, muxlislar bo'g'oz g'unojin qilaman deb uyga mol qilaman degan aka-ukalarimizga mana sigirlar tavsiya qilinadi. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Telefonimiz 24 ga 7 ishlaydi. So'skalari butun. Xudo xolasa uzoq 10 kun 15 kunda tug'adi ikkalasi ham.